Endi tavsiya qilasiz. Yo'q, men tavsiya qilmayman, o'zimiz ketmay qoladi unda, qoching. Assalomu alaykum azizlar. Ramazon oyining ilk saharligi muborakli bo'lsin. Bugun sizlar bilan Qirg'izqo'rg'on qishlog'iga yo'l olamiz. U yerda mahoratli qo'ligul ustoz Sobitxon oshpaz qishloqdoshlarini saharlik oshi bilan kutib oladilar. O, analar, juda ham samimiy insonlar. Siz bilan salkam 1 yil o'tib ko'rishdik. Qanday taomlar tayyorlanyapti? Boyda endi Qirg'izqo'rg'on aholisiga mana shu yerda Oqbuloq Qirg'izqo'rg'on deb o'rganib tushyapti. Oshlarimiz bo'lyapti, o'ziga xos chiroyli. Tabaklarimiz bo'lyapti, xudo xolasa. Aqda shashliklarimiz, qiyma, to'rg'amchi, tomonda mantilar, hammasi xalqimizga muntazir bemalol kelib, olib, tanovul qilishlari mumkin. Soat nechiga tayyorlayapsiz? Soat endi xudo xolasa 3 dan boshlanyapti. 3 dan tayyor holatda bo'ladi. Tayyor holatda bo'ladi, xudo xolasa. Sobitxon akam tayyorlagan oshni bir marta yegan odam keyin ham keladi, deydi. Rostmi? Rost. Sobitxon akam mana shu rayonimizda hamma taniydigan qovurlarda mana xudo xolasa oshlari pishyapti. Mana shu ulug'aygan kunlarga saharlikka xudo xolasa hammamiz chiroyli qilib tutamiz. Mana shu oshlarni barakasini bersin. Umrlar uzoq bo'lsin. Ular dard ko'rmasin Sobit akamni ham. Oqbuloqlardan, Ulug'dullardan ham kelishadi. To'ylarda ham mazali chiqadi. Sobitxon aka qovur desalar, odamlar yopirilib keladi-da. Oshni bir marta yegan odam yana qaytib keladi deydi, nima deysiz? Xudo xolasa mana Ramazon oylari boshlandi. Sobitxon akamni oshlarga o'tgan yil ham to'liq kelganmiz. Xudo xolasa bilam nasib qilsa, qo'ni-qo'shnilar bilan har doim kelamiz, xudo xolasa. Mana sizlar Sobitxon oshpaz tayyorlagan saharlik oshining jarayonlarini ko'rdingiz. Agarda siz ham ushbu ta'mni his qilmoqchi bo'lsangiz, manzil Qirg'izqo'rg'on qishlog'i, lokatsiya Telegram kanalida videoga like bosishni unutmang. Barchaga rahmat.